Assalomu alaykum hammaga. Bugungi darsda biz veb-sayt yasashni o'rganamiz. Veb-saytda ham biz kod yozib turib yasamaymiz. Ya'ni sun'iy intellektdan foydalanib turib, hozir 21-asrda juda ham sun'iy intellektdan foydalanib turib veb-sayt yasashyapti. Misol tariqasida ko'rishingiz mumkin. Shaxsan o'zim yasagan sayt bu to'liq sun'iy intellekt yasalgan, hech qanaqa kodlarsiz. Va umumiy hisobda bunga 1 soat vaqtim ketgan. Ko'rishingiz mumkin. Sotuvchi sayt. Xo'p, uning uchun bizga cloud sun'iy intellekt kerak bo'ladi. Buni skachat qilsanglar bo'ladi Play Marketdan, App Storedan yoki skachat qilish deb yozsanglar bu yerga chiqib keladi. Men hozir prosta veb saytni o'zidan kiryapman. Sizlar skachat qilib kompyuteringizga o'rnatib ishlatishingiz ham mumkin. Xo'p, ro'yxatdan o'tib olasizlar, skachat qilib bo'lgandan keyin esa kirasizlar, xuddi shunaqa etap bo'ladi. Tak, bu cloudda tariflari bor, adashmasam $20 bor, $100 bor. O'zingizga mos tarif yasab olasizlar. O'tib olasizlar $20 maslahatim pulli tarifga o'tganingiz yaxshi, chunki bepulda limiti juda ham tez tugab qoladi. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin shunaqa holatda bo'ladi. Xo'p, xuddi ChatGPTga o'xshaydi, foydalangan bo'lsanglar, o'zingizlar haqingizda ma'lumot berib, ozgincha cloudda tushuntirasizlar, kimsizlar, qanaqa qilasizlar. Men haqimda ozgina ma'lumotga ega hozirgi kunda cloud. Men aytaman, targetologman. Menga sotuvchi veb-sayt yasab ber. Ketdi. Ko'rishingiz mumkin. Uje yasayapti. Sizlar o'zingizlar haqingizda ozgincha ma'lumot berasizlar. Kimsiz, qanaqa yo'nalishda yasamoqchisiz, qanaqa dizaynda yasamoqchisiz. O'shalarni cloudda o'ziga tashlasanglar, u o'shanga qarab turib yozadi. Tak, uje yasash boshlandi, ko'rishingiz mumkin. Ozgincha vaqt oladi yasashlari, 2 daqiqa, 3 daqiqa, 4 daqiqa. O'rtacha o'zingizlar xohlaydigan dizaynga qarab o'zgartirish kiritib turasizlar. Tak, bitta narsani yana tushuntirib o'taman. Mana bu yerda ro'yxatdan o'tish formasi borda. Misol tariqasida ismimni yozaman, telefon raqamimni, xo'p, yozaman, oylik budjet tanlayman, muammoni tanlayman va ketdi qo'ldinglar. Bu narsa meni Telegramimga tushib chiqadi mana. Ko'rishingiz mumkin. Bunaqa narsani Telegramga tushadigan qilishni biz ungacha o'rganib turamiz, cloud yasaguncha. Uning uchun bizga bot fazl kerak bo'ladi. Bot fazl qilamiz. Bot bosamiz. Botimizning nomini yozamiz. Misol tariqasida yangi bot. Xo'p. Endi tokenni olishimiz uchun username ni yozishimiz kerak. Misol tariqasida yangi bot bo'lishi kerak oxiri. Shunga ahamiyat berasizlar. Xo'p, mana botimiz ochildi. Tak, buni kopirovat qilib olamiz va gruppa sazat qilamiz. Botlarimiz tushishi uchun. O'sha sazat qilgan botimizni botga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Tak, endi yozib qo'yamiz bu yerga. Zaявkalar. Bu ba'zi sotuvchi veb-saytda zaявkalar bo'ladi. O'shani hisobiga qo'shib qo'yamiz. Bundan tashqari bu gruppaga tushishi uchun gruppaning ID'sini olishimiz kerak. ID'sini olishimiz uchun yuboraman bot qo'shsak bo'ladi. Gruppada sразу ID beradi u bizga mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, bular tayyor bo'ldi. Sazat qilishlarni o'rganib oldinglar. Endi veb-saytga qaytamiz. O'sha veb-saytimiz ham tayyor bo'libdi. Ko'rishingiz mumkin. Ko'rasizlar. Mana. Tak. Ozgincha kamchiliklari bor. Endi yozamiz kamchiliklarni. Menga HTML formatda tashlab ber va olgan gruppa ID'imizni va bot ulab gruppaga tushadigan qil. ID gruppa deymiz. Ochgan botimizdan tokenni joylaymiz. Token mana bu bo'ladi. Ustiga bossanglar o'zi kopirovat qiladi. Bot tokeni. Ketdi, yuboramiz endi. Prinsipi yomon sayt yasamadi. Hozir bizga bu HTML formatida tashlab beradi. Ko'rishingiz mumkin. Kodlarni yozyapti o'zi. Ya'ni hozirgi kunda xuddi shunaqa qilib xohlasanglar veb-sayt yasashingiz mumkin, ilova yasashingiz mumkin. Juda ham oson. Hozir endi bu yasagan saytimizni biz
mana bunaqa poyezga chiqadigan qilamiz tayyor bo'lgandan keyin. Shuning uchun oxirigacha tomosha qilib turishinglarni tavsiya beraman. Qayta ko'rishinglar ham sizga foydali bo'ladi, chunki уже tushuncha paydo bo'ladi. Kodlar yozyapti. O'rtacha 5 daqiqa, 4 daqiqa oladi. O'shani hisobiga kutib qolamiz. Sizlarni saytinglar ham xuddi shunaqa idealni chiqishi uchun ozgincha sun'iy intellektda o'zinglar haqida ma'lumot berishinglar kerak bo'ladi. O'shanisiga ham ahamiyat beringlar. Hozir Telegram botlarni integratsiya qilyapti, ko'rasizlar. Undan tashqari yasagan mana bu dizaynlarni o'zgartirishinglar mumkin o'zinglar. Любой bitta saytnikini tashlab turib, примерно shunaqa qilib yasab berdi. Xo'p, bizning veb-saytimiz tayyor bo'libdi, ko'rishingiz mumkin mana. Ko'rasizlar. Undan tashqari bunga biza animatsiyalar ham qo'shishimiz mumkin. Endi yozamiz. Saytga animatsiyalar qo'shib ber. Ozgincha raqamlar qimirlashi uchun. Mana bu narsalarni juda ham oddiy bo'lib qolmasin deb ozgincha animatsiyalar qo'shamiz. Raqamlariga bo'lishi mumkin, bunisiga bo'lishi mumkin. Uni o'zi undan tashqari o'zingizlar aytishingiz mumkin. Mana bunaqa joylariga qo'shib. Undan tashqari saytda to'liq tekstlarni, matnlarni o'zingizlar yozib beradigan bo'lsanglar, bu xuddi o'sha narsani qilib beradi. Ya'ni ichki bu hozir o'zini anaqasini qo'yib qo'yganda ko'rishingiz mumkin. Ya'ni men biladigan ma'lumotlarni sun'iy intellektim ham biladi. O'shani hisobiga уже aniq narsalarni yozib beryapti. Xuddi shu sizlarda ham xuddi shunaqa aniq narsalarni yozish uchun ozgincha sun'iy intellektda ma'lumot bo'lishi kerak sizlar haqingizda. Kimsizlar, nima bilan shug'ullanasizlar? O'shani hisobiga ozgincha ma'lumot berib turib, sayt haqida keyin yasashingiz mumkin bo'ladi idealni chiqishi uchun. Xo'p, turamiz. Aytganimdek 5-10 daqiqa oladi o'rtacha. Lekin juda ham tez tayyor bo'ladi. Plus tomoni dasturchilarga beradigan bo'lsanglar juda ham ko'p vaqt oladi. Xuddi mana shunaqa kichkina sayt qilgani menimcha $400-500 olishadi eng kamida. Aslida xuddi shu narsani o'rganib olib, xizmat sifatida mijozlarga taqdim etishingiz mumkin. Xo'p, ko'rishingiz mumkin. Oxiri animatsiyalar ham tayyor bo'ldi. Ozgincha vaqtdan keyin. Tak, mana o'sha animatsiyalar bor. Ko'rasizlar. Qaysidir miqdorda уже ancha-muncha animatsiya qo'shilibdi. Dizaynlari juda ham zo'r bo'ldi. Xo'p, endi buni xuddi shunaqa chiqishimiz uchun, ya'ni poyezdga yozsa chiqadigan bo'lishi uchun yana ozgincha ishlari qoldi. Xo'p, buni biz skachat qilib olamiz, download qilib. Xo'p, tak. Bu yoqdan Zagorskiydan olamiz. Rабочий stolga tashlayman. Bitta narsaga ahamiyat beringlar. Faqatgina nomi o'zgartirayotganinglarda oxirida mana HTML qolishi kerak va bu yerga biz indeks deb yozamiz. Shunisiga ahamiyat beringlar, bo'lmasa saytimiz ishlamay qoladi. Indeks HTML qilamiz. Endi bizga yana bitta servis kerak bo'ladi. Tak, уже tayyor bo'ldi. Endi bizga Netflix servisi kerak bo'ladi. Bunga kiramiz, bunga ro'yxatdan o'tamiz. Xuddi o'sha sun'iy intellektdagi. Xo'p, menda akkaunt tayyor. Knopkani bossam kirib ketadi. Ko'rinishi xuddi shunaqa bo'ladi. Mana o'zim veb-saytlarim bor, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerdan New Project bosamiz. Bu yerdan mana bu faylni yuklaymiz mana bu knopkadan. Index.html bosamiz. Faylimiz yuklanyapti. Faylimiz yuklandi. Ko'rishingiz mumkin. Endi quick setup bosamiz va saytimizga domen yozamiz. Misol tariqasida neb sayt deb yozib qo'yaman. Mana. Endi bosamiz buni saqlanib bo'lishi uchun. Saqlanib bo'ldi. Finish later bosamiz. Mana endi saytimizga chiqib keladi. Ko'rdinglar, уже Chrome'da chiqyapti. Даже knopkalar ham paydo bo'libdi, eng qiziq animatsiyada. To'liq ekranga oling. Ko'rishingiz mumkin, lazerli anaqalar paydo bo'libdi. Juda ham qiziqarli. To'liq mana funksionalga ega sayt bo'ldi.
hamma animatsiyalar bor. Endi formani test qilib ko'ramiz. Izzatbek nomer yozamiz. Gruppaga tushyaptimi yo'qmi? Biznes deymiz, tibbiyot, oylik budjet misol tariqasida 700. Yuborib ko'ramiz. Yuborilmoqda bo'lyapti. Ariza muvaffaqiyatli yuborildi bo'lyapti. Telegramga tushamiz. Telegramga keldi, mana ko'rishingiz mumkin. Shunaqa qilib, bugungi darsda to'liq funksionalga ega veb-sayt yasadik. Veb-saytinglarni kommentariyada yozib qoldiringlar, ko'rib chiqamiz. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yamiz. Savolinglar bo'lsa kommentariyada yozib ketishingiz mumkin.